Dujur bilan go'shtni say qo'rib, lag'man bilan emas, mifan bilan yeydigan bo'lsanglar, ta'm tilinglar qag'idek ajoyib o'xshaydi ekanmi? Qaranglar o'xshab ketganiga. Lag'manning seni menda har xil qo'rib haftada 7 kun lag'man yesangiz zerikmaysizmi? Birlik ko'rsangiz o'rganib olaysiz, ta'mi ketmaydi. Buni qanday qatdimki, qanamiz birlik deganamdiq. Eng avval go'shtni videoda ko'rsatgandek yapılaqlab nippiz to'g'rib olamiz. Buningda go'shtni ta'mlantirish eng muhim go'shtga azroq tuz, qova uchun uni azroq jonyo berib tekshir aralashtirib olamiz. Tujarni sadece qaraq tayyorlab videoda ko'rsatgandek uzun to'g'rib olamiz. Uningdagi inchik lapizni avval so'qchilab yumishtirib olgandan keyin videoda ko'rsatgandek sal cho'ngroq qilib to'g'rib olamiz. Uningdan keyin dujarni qaynayotgan qozonga silib, azroq tuz, azroq suv may berib 2 minut qaynatib suzib elib olamiz. Endi qozonga azroq may qo'yib olamiz. Mening ishlatganim uzundan beri o'zim yoqtirib ishlatib kelayotgan Atubulaq zig'ir zag'on zarangiz mo'tadilmayi. Ismidan chiqib turdi mo'tadilar tuqqanlar. Atubulaq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, uzoqlikqa saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mi shunchalik payzam tetimliq. Ko'rib turganinglardek go'shtni sarg'aytib bakroq qo'rvagandan keyin piyoz, zanjibilni solamiz. Uningdan keyin pomidor qizartish uchun bir qo'shqa atrofida pomidor qiyam silvitimiz yoki loz qiyam silvitimiz. Uningdan keyin dujar, piyoz, lapizlarni silib 2 minut atrofida to'xtamay qo'rib olamiz. Uningdan keyin tuz, vijin, jijindan azroq silib azroq oqmush qo'yib yetimiz. Eng oxirida kraxmal suydan 2 chumuch qo'yib tekshir aralashtirib taqsiga olsaqli bo'ldi. Bundaqa vaqtimiz semiz intayin quyuq ham shirinlik chiqdi. Misha kelganda yurak berib saqlayamsiz, keyiniz degan topolmay qolsizmi? Qaranglar o'xshab ketganiga. Manda say qo'rib mifan bilan yemsiz yoki lag'man bilan yemsiz, ajoyib ishtahingizni ochadi.